Assalomu alaykum hammaga. Men sizlarga hozir sifatli xudo xolisi zo'r uy ko'rsataman. Eng kerakligi esingizdan chiqmasin. Uy sifatli qurilgan, professional santexnik, elektriklar hammasi professional ustada ishlagan. Eng kerakligi uyimiz g'ishli uydan iborat. Mahallaga kirishimiz bilan 10 qo'limizdagi g'ishli uyni ko'rib turibsiz. Shu g'ishli uyni 5-etajda. Eng kerakligi stoyankaga ahamiyat bering. O'zimiz zakritli stoyankalari bor. Bolalar o'ynasa ham bezopasnost zo'r xudo xolisi. Mashinani bemalol xohlagan joyingizga parkovka qilib qo'yishingiz mumkin. O'zingizga ahamiyat bering. Aytganimdek g'ishli dom qurilgan, konichka avtobusga ahamiyat bering. Mana stoyankamizda o'zini zakritli stoyankasiga ega g'ishli uy qurilgan. Men hozir sizlarga rasmlarni joylayman, ko'ring. Bu yoqsa o'zimga bemalol telefon qilib aloqaga chiqing. 200 ming startap aytib qo'yaman, lekin kelishtirib beraman. Sababi bilasizmi nimada? Yaxshi uy xudo xolisi sifatli uyga ega bo'lishingizni xohlayman. Alloh bor, bundan ham zo'r uylarni olishga imkoniyat bor. Tomosha qiling, like podpiska esingizdan chiqmasin. 5-etajda joylashgan joyimizni hozir tomosha qilamiz. Sizga ahamiyat bering, Yunusobod 9-kvartal 21A dom, shunda avtobusning konechkani oldida joylashgan. Maktab, bog'cha, poliklinika, supermarket, korzinka, universal bozor, metro hammasi bir-biriga yaqin. Eng zo'r qulay tarafi sizga o'zingizga udobniy lokatsiya bo'yicha borib qaytishingiz oson. Xohlasangiz shahar taraflama, xohlasangiz betonka taraflama borib kelsangiz bo'ladi. Uyimizning umumiy maydoni 140 kvadrat, 5 ta xonadan iborat. Remontdan, ta'mirdan hammasi chiqqan, butun texnikasini qoldiradi.